Benim dedem bolsa özü Kaşka, Yenisay'da at takılaydıgan Horulakun degan adamның balası ekan. Ular dadam tug'ilgandan keyin dadam bilan Elizaga Bahovuddinlar tug'ilganda yana bir qiz tug'ildi ekan. Ularni Bekvatqa vaqtda tuyuqsiz bir baba kesel paydo bo'lib, babamız ölüp ketdi ekan, mamamız ölüp ketdi ekan. Şu yerda yaxshi odamlar maslahatlashib, joyini bir kambag'alga setib, meni hadam bilan ikkimizni Olmutga olib borib, meni bir sot boshlig'i o'risga topshirdi ekan. Hadamni yana birisiga bir Uyg'ur ayol odamlarga topshirdi ekan. U yerda u meni yaxshi tarbiyalab, o'qitib, men ularning darajalariga atni qo'shib, atni yig'ilga bog'lab, ancha-muncha bolalar bilan bilingandan keyin meni Uyg'ur o'qishiga chaslig'i beradigan. Keyin xalq hammasi bilan ko'chib kelgandan keyin G'o'ljaga ko'chib kelamiz. G'o'ljaga ko'chib kelib, G'o'ljada Osmonxonimning uyida o'tiramiz. Keyin Elizaga degan bog'imizning uyida o'tirib, axiri u yerda odam nihoyat ko'payib ketgandan keyin bizni bu Akbarjonning bog'isi Bahovuddin deganlar odam avitib Xonqay mazaga ko'chirib chiqib ketadi. Xonqay mazaga ko'chib ketgan vaqtimda men 6 yoshda ekanman. Hammasi piyoda bo'lib, bolalar, akalarim, cho'ng onalarning bolalari. Meni Haruga sep qo'ygan ekan. Sadir Haruga seni Haruga bilan taqqa chiqib ketmaganda tağda taş g'ulab ketib, Haru o'rlib ketib, mening beshim yerilib, mana ko'zim ama bo'lib qolgan, so'ng ko'zim. Meni shu Bahovuddin degan odamlar qo'y so'yib, chorva alqish, chavlar bilan yepib, axiri meningki ko'zimni ama qilib bo'lgan bo'lsa-mi, beshim 3 ga yerilgan bo'lsa-mi, salomat saqaygan. Keyin Xonqay mazada biz o'sib, u yerda Xonqay mazada chorvachilik bilan taraqqi qildirib, bolalar bilan o'qib, nima qildik? Xonqay mazada kichkina chegara maydoni bo'lgan bo'lsa-mi, ammo jamoatdan umidi, Abdurxalpam degan shu odam bor edi, G'iyosni imom degan bor edi, Abdurmajim deganlar bor edi. Mana shu yerlarda Kangtaşa oynab kulib, chorva qilib ko'payib, o'sha maktabda o'qib, Obul Fayzi deganlarda o'qidik. Aysa deganda o'qib, shunga xat savodimiz chiqdi. Undan keyin men shu yerda yashamayotgan vaqtimizda tuyuqsizdan chegarani saqlaydigan Go'darin degan bor edi. O Go'darinni 20 askar bilan shu yerda saqlab turardi. Chegaraning maydoni o'zi 2-3 kilometrdi. U yoq o'tsa Qoljatga boradi. Bir kunlari bir odam alaydan bir Kerzovoy o'tib bir ko'ydan olib kelib, dadamga menga bir oz to'la un bersangiz, bizning vatan urushi boshlanib ketib, hozir yemak ishvaqtim bak qiynaldik degandan keyin, ma'qul, erta sen ketaver, atganligiga bir yana o'qib turgan. Men asta balamni qo'y haydigan bo'lib, eshakka 3 fut unni otib, mang'iziman degandan keyin ma'qul deb ketadi. Shundan unni otib, ustiga minib ketmagan vaqtida kimdir birsi aytib qo'yib, Go'darinning askarlari akamni Ömer degan akamni tutib oladi. Tutib olib, anniki dadamni kelib, sen mashina chegarani buzding degan odam gunoh bilan 2 qo'lni barmoqdan esib, dimbisini shong bilan ko'ydirdi. Ko'ydirgandan keyin nihoyat ko'p azob bilan yig'ilgandan keyin Eminjon, Akbarjonning bog'isi Eminjon shong o'tdi. Vaqtda Eminjon apandi ilg'orlarning birisi. O kirib mening tog'am bor. Bilmay qilib qo'yibdi bu ishni. Kechiring, biz shu to'g'riliq o'zimiz sizga
para to'laydi degan azap bilan qutuldirib oladi. Ondan keyin Ansardin degan 50 kishining iti yo'qolib ketib, bir qozoqni akilib, o qozoqni nima shunday jazolab, o qozoq o'lib ketadi. Mana shunday azoblar bilan Go'darinning azobini tatgan. Ondan keyin biz u yerda ilm o'rganib, mashrablarni o'ynab, har turli usul naqshlarni o'rganib, nima qilgandan keyin oxiri Aprel inqilobi bo'ladi. Aprel inqilobi bo'lgandan keyin biz G'uljaga ko'chib ketaylik deb G'uljaga ko'chib kelamiz. G'uljaga ko'chib kelgandan keyin G'uljada odam nihoyatda ko'payib ketib, yotadigan yer yo'q, yashaydigan yer yo'q, hamma qiynalgan bo'lsa, lekin aplab-saplab tuqqanlarning uylarida yashab bir yerdan joy oldik. Shu vaqtda men 18 ga kirganda birinchi qidim domla Raziyov sen endi muallimlik qilgin, unda qilma. Sening bir ko'zing ama bo'lgandan keyin sen muallim bo'lmasan voy deb meni Turpoyizga o'tdi. Turpoyiz Masim Shoyning uyida biz 2 o'g'il, 2 qiz bolalarni o'qitishga harakatlanamiz. Qarasak maktabga birmi bola kelmaydi. Hammasi dehqonchilikda ota-onaga yordam qilib, quduq nimaga ot minib puluqqa shuna yordam qilgan. Bir haftadan maktabni ichib biz bolalarni o'qitamiz. Andiki yangi yilga kanikul bo'lgandan keyin men endi menga oylik kerak. Onam bo'lsa G'uljada qoldi, dadam o'lib ketdi degandan keyin menga bir harvo bedi bilan Masim Shoyim andiki 2 taqa unni qashlab beradi. Ammo shuni olib berib sen xarajat qil, 5-10 kun turib yenib kelgin deydi. Ma'qul deb bedni olib setib unni nima qilamiz? Opam nihoyatda xushal bo'lib ketdi. Shundan keyin opam deydiki, "Mashhad ovqat qilsang bo'lmamdi, muallimlik qilsang bo'lmamdi." Men yomon zerikib ketdim, g'ariblanib ketdim degandan keyin Domla Raziyovga borgan vaqtda meni sen undaqsa Mashhad muallimlik qil, u yoqqa boshqa muallimni avtimiz deb shuni almashtiradi. Birinchi qitim endi qayerda muallimlik qilmaz deganda Hüseyni maktab, yani Ümit maktab deymiz. Ümit maktab, Hüseyni maktab degan 3 darvozali ataqli maktab vardı. Shu yerda muallim bo'lamiz. U yerda Ziyo Samadi, Qosimjon Qambiri, Kebir Niyaz, Halima xonim va boshqa nurg'un Nozim degan muallimlar, tatar muallimlar bilan qilamiz. Muallimlik qilib yurgandan keyin u yerda andiki ikkinchi meni Sharq maktabga o'tkazdi. Sharq maktabga maktab mudiri qilib, o'shaga o'tkazib, shu yerda nima qildik. Shu Sharq maktabda muallimlik bo'layotgan vaqtida attiganda tuyoqsizlar o'q ovozi anglab ketdi. Qarasak, voy inqilob boshlabdi, inqilob boshlabdi dedi. Men darhol chiqib jamoat bilan qanday qilamiz desak, voy yuranglar 3 darvoza borimiz deb 3 darvoza kelsak, Ilhon To'ram inqilob to'g'rilab so'zlab o'tibdi. Endi bu inqilob qatnashsanglar, o'lsanglar shahid, qolsanglar g'oz bo'ladi. Bu bizning vatanni ozod qilish Xitoyga qarshi harakatimiz. Mana sahradan bir qancha partizanlar tashkillanib, u yerdan bir qancha Xitoylarning askarlarini o'ldirib, bega kapdi. Mana Isqoqbek generalninki ayolini solab qo'yganiga qardonda uni ozod qilib kapdi. Ular so'qishadi. Sizlar mana bu ishdan qatnashib beringlar degandiki, ma'qul deb biz Soqchi idorasiga ilishga harakatlanib qattiq vaqtida Majarov degan general Majarov meni ko'rib kelib, u burun Soyuzdan o'tgan vaqtida istislarlik qiladi bozorda. Ham bizni Ruscha o'qitgandi, to'rishgan. Ay qurbonim, sening ko'zing ojiz. Sen bu yerda inqilobchilar qatnashamaysan. Uningda sen az palanchi maktabga borsang, shu yerda radiyasiyaga bolalarni ilib otadi dedi. Ma'qulda u maktabga borsam, u yerda radiyasiyaga bizni oldi. 12 Uyg'ur, 12 Rus, bir qozoq yigit bilan biz Chimpanzida 6 oy
radyosluk okuduk. Sekretli radyosluk bilen Sovet hükümeti okutup, kaldı şöyle Zülfikar var diye, Manap Kadir var diye, İbn-i Rahmet var diye, şuna gelip, yani yenip gelip, anneke ben Vasa diyen bilen Konu radyo istansiyada işledim. Konu radyo istansiyada inkılapçıların haberlerini elip, ulağa haber takıtıp ben. Yan hoşluğumuz kalsak bir günü Kasımca Kambir'ime Ahmetcan efendim yoluk geldi. Tam arkalık o bilen söyüş etmedi. Ben basam Sayöz'den geldim dedi. O hazırca radyo Geristhan'da işlevatı ben dedim. Maynır Haim bile yaşamıştı. Günde asla şulan paranışıp konuşup kaldık. Radyosu işlep anlıca Şeyho taraflarga parçallar mangandikin milli armiya bulup kurulgandikin biz mi şu yerga billa şöyle işledik. 3 yıl işlegandikin taqdirlan bilan ben boşandım. Boşangandikin andikani muallimlik qilmiz deb shu muallimlik qilib yurdik. Muallimlik qilish jarayonida sharh maktabdaovat qilib, nim qildi sharh maktabda To'xtixorim degan, Bakiyov degan mashinchi, Abdurahmon Shamzon deganlar shular yordamlashyapti. Sharh maktabda ovat qilib, bolalarni o'qitib, o bolalarni 7-8 sinflarga yetkazdik. Mana shunday ishlarni qildik. Keyin Soyuzga chiqish kerak degandiga biz Soyuzga yezlab, Soyuzga chiqdik. Soyuzga chiqib Qirg'izistonning shu Besterobga degan yerga borgandiga u yerda men ko'chib kelgandiga Jamoliddin Qosimov bilan shuning tashabbusi bilan A'zam Zagarning tashabbusi bilan Lebedevga o'rlashib qoldim. Lebedevga o'rlashib o'sha yerda 6 ming so'mga o'sha chechenlardan bir joyni elib, shu joyda yashab o'tiramiz. Shu yerda ko'payib Halima hojim bilan ya'ni Akbarjonning bovusi Emirahun deganning qizi Halima hojimga nikohlanib 6 o'g'ilni dunyoga keltirdik. 6 o'g'illar cho'ng'ilib, oilalik bo'lib yashab o'tirdi. Men bo'lsam bu yerga kelgandan keyin nima qilish kerak? Uyg'ur uyushmasi, Sharq Turkiston Uyg'ur uyushmasi qurilgandan keyin shunga a'zo bo'lib, gazet ishlarini taraqqilashga ko'chko'chlarda yo'ldoshlar bilan birga minib, ularni a'zo to'pladik. Ko'plagan a'zolarni to'plab, yangi xabarlarni radyo istansiyasi qurildi, xayrisa turdi. Radyo istansiyasi ishlagandan keyin men u yerga kunda xabarlarni turman, o xabarni berib turdi. İttifaq gezdi chiqdi, Sharq Turkiston gezdi chiqdi. Ularga maqola yozib, shu maqola yozib, andiki kichkina yozish ishlariga kichkina taraqqa bo'lib qoldim. Shunaqa qilib Uyg'ur uyushma jarayonida xalqimizni shu vatanni ozod qilish yo'lida tashabbuskor bo'lib, shunaqa ishlab keldik. Ishlab kelish jarayonida xeyli nurg'un ishlarni qildik. Yaxshi ishlaganlar qayrib o'lib ketdi. Qolgan yoshlar yana tashabbuskor bo'lib yashab kelyapti. Mana men bo'lsam o'sha Greji degan og'riq bilan 2 qator operatsiya qildi. Operatsiya qilib yana 3-chi qilib yana chiqqandiga shuni azobini tatyapman. Azobini tatib uyda pensioner bo'lib qoldim. Vallahi hammasi o'ylik makalli bo'lib, ayolim vafot bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Shundan keyin mening kech o'g'lim Farhodning qo'lida yashayapman. Farhodning hozir 2 qizi bo'yga yetib qoldi. Ayolim meni yaxshi qarab, yaxshi kirlarimni yuvib, tomoqdan etib, yaxshi qarayotdi. Shuning bilan majlislarga bo'lsa doim qatnashtiramiz. İttifaq gezdiga nurg'un maqolalar yozdim. Bütün ömrümde bo'lgan ishlarni hammani yozib qoldirdim. Ammo kitob qilib chiqaramadim. She'rlarni yozdim. Gazetga yozgan maqolalarim hammasi to'planib turdi. Akbarjonman ko'rib chiqdi. Mana shuning bilan hozir mashada yashab kelyapmiz.
qisqasi vatanni ozod qilamagan bo'lsakmi, biz vatanparvar bo'lib dunyoda O'zbekiston, Qozog'istonlar bilan beraber şu yerdeki yoshlar birlikte daim Xitoyninki siyosatiga zarba beryapmiz. Xitoyning xato siyosatlariga zarba beryapmiz. Shuning bilan biz maqtanmasakmi, vatanni ozod qilishida qo'limizdan kelishi orqali yordam qildik. Mana shu mening ahvolim. Endi men uzun so'zlayolmayman. Qolgan so'zlar bo'lsa hammasi qog'ozda bitida hozir to'plab turdi. 200 dak kitob bor menda, diniy kitob, fanniy kitob, qancha kitoblarni xalqqa berdim. Jurnal bor. Mana shular saqlanib turyapti. O'zim bo'lsam har kuni shu 5 vaqt namoz o'qib, jamoatga aralashib, aplab-saplab asla jinimni biqib ketparman. Xudoyim bo'lsa, biz vatanni ozod qilib, vatanparvarlarning qatorida xizmat ko'rsatgan bo'lib hisoblanamiz. Endi mana bu yer bo'lsa nurg'un odamlar, nurg'un yo'ldoshlar o'lib ketdi. Hozir Mashhad Baqam Umar, Abdursul mana shular qoldi. Men qoldim. O'zaro bir-birimiz bilan so'zlashsakmi, qolgan yo'ldoshlar hammasi yoshlar, ular Uyg'ur tilini yaxshi bilmaydi. Hammasi rus so'zlashyapti. Mening maqsadim o'zi Uyg'ur tilini yo'qotmasak deyman. Uyg'ur tilini yo'qotmay ona tilimiz bilan so'zlasak yaxshi bo'ladi. Hozir urf odatimiz o'zgargani yo'q. To'y-to'kon, o'lim jitimlarni chiroyli o'tkazyapmiz. Xudoga shukr, diniy e'tiqodim qo'shillar jiq. Hammasi masjidlarda, 200 degan masjidda hozir yoshlar ibodat qilyapti. Ayollar o'smi o'zlari taraqq qilib, o'zlari urf odatlarni, to'y-to'konlarni va boshqa marosimlarni chiroyli o'tkazyapti. Xudoga shukr, bizning hech qanday nafratlanadigan, norozi bo'ladigan narsamiz yo'q. Qirg'izistonning boshqalari bizga g'amxo'rlik qilyapti. Tungallar bilan, o'zbeklar bilan, tatarlar bilan birga chiqishib hammamiz bir oilada yashab kelyapmiz. Xudoga ming qatli shukr, mening hech qanday noroziligim yo'q. Mana shu 90 nechaga kirgan bo'lsammi, mening umidim yashil vatanni ozod qilsak, vatanparvarlar yashsa degan umiddaman. Mana shu.